Assalomu alaykum bolalar. Bu soatda biz oldingi soatlarda biz Gemini'niki endi bujisini kerak ekan, bujisini. 5 cho'ng buji bor. Liner layout, relative, frame, absolutely, and then table layout da 5 bor. Bu soatdan boshlab biz endi shu bujilarning ichiga chizdigan konjallarni ko'rib o'tamiz. Konjallarni. Endi konjallar degan chog'da asos jiqishtirganlarni ko'ramiz. Masalan, text yo'lini, andan buttonni, radio buttonni, checkboxni degandek. Endi Androidda combo box deb yo'q, combo box deb yo'q. Lekin spinner deb birisi bor, spinner deb. Endi combo box o'xshash o'sha tanlaydigan shularni ko'rib o'tamiz bilan. Endi men bu soatlik darsimizda bo'lsa asosli text yo'lini ko'rib o'tamiz. Text yo'l deganimiz endi shu butkul Geminiga chiqadigan xatlarni sizdigan masala ko'ngan. Endi bu masalan boshqalardagi masalan boshqa C# bo'lsa, masalan .NET bo'lsa labelga o'xshaydi, bu labelga o'xshaydi. Buni ichiga narsa kirgizgil olmaydi, lekin buni ichida biz narsani xatlarni degandek narsani ko'rsatamiz. Bo'lsa men nega Endi bu text yo'lini so'zlagan chog'da bizniki yana bir qistirib o'tib ketishi tegishli masala, shu Androidda Uyg'urcha ton tushmasligi. Bu Uyg'urcha ton turgan chog'da hammamiz bilamiz Androidda 4.0 dan boshlab Uyg'urchani hamda support Arabic degani hamda 4.0 dan boshlab. Lekin amaliy haqiqiy to'nig'ini right to leftni qachon to'ndi desanglar 4.2 dan boshlab to'ndi, 4.2 dan boshlab to'ndi. Endi men davlatimizdagi masalan ko'plagan telefonlar olsin, Androidniki 4.0 dan Uyg'urchani qo'llagandan keyin ICO qismini ichib asosiyatda normal Uyg'urcha ko'rsatiladi, Hozir uning ustiga endi bag'an siri sistemani yanglab masalan jamiyatimizda ko'p uchraydigan sistemalarni eng to'yin ishrimi 4.0 yoki bo'lmasa 4.1, 4.2 degandek bo'lib qoldi. Asosiyatda 4.0 lar endi yo'qosh qarab ma'noda 4.0 mesela 2 yılın aldık sistem bo'lgan bo'lsa hozir u chog'dagi telefonlarni koddan chiqdi degan so'z. Android telefondan uzun bo'lgan chog'da bu 3 yil ishlatiladi menimcha. Hamda men bu yerga pakajdan quray. Bunu qurgandan keyin men buningga activity deb qo'yaman. Biz har qanday konjam mayli buji bo'lsa, cho'qim activityni ichiga chiqib ko'rinadi deb-a. Bundan so'ng men demo text view activity de. Buningga cho'qim extends activity'ni cho'qim jechon qilishimiz kerak. Lekin bunga Android tushirgansini yozilgan. Hamda men yerda meni deb o'tib ketishdi masalan. Nurg'un bolalar hamda shu masalan nurg'un vaqtlarda biz yo'l o'qiymiz. Şu activity'ni qursam chiqmadi deydi. Ekran chiqmadi bu activity deydi. Yoki bo'lmasa xatolik ko'rildi deydi. Endi buningdagi asos sabab activity'niki qo'zg'atilganda xatolik ko'rishdik hamda xatolik chiqish ehtimoli eng yuqori bo'lgan sabab shu manifestning ichiga yozmagan yoki bo'lmasa to'g'ri yozmagan yoki bo'lmasa adresini to'g'ri yozmagan. Bu jinsini shuniki. Mesela activity'ni adresi degan nima desak, unda olsa activity'niki izlash adresi. Mesela navbatda hozir qaraydigan bo'lsak, endi buningda 3 cho'ng muhim nuqta bor. Birisi shu pakajniki o'rni. Ikkinchisi bo'lsa shu navbatdagi activity'niki o'rni. Uchinchisi bo'lsa endi bizniki activity'niki name'ning ichiga yozgan
Şu activity'ni ko'rsatgan o'rnimiz. Mushu uchchi hamda mushu uchchiga alohida diqqat qilishimiz kerak. Mavo hargiz activity'larniki o'rnini ko'rsatmaydi, ma package deganimiz. Bu hamda mushu Androidniki navbatdagi mushu appniki birdan birligini ifodalaydigan bir beautiful deb qo'yamiz, beautiful deb qo'yamiz. Birdan birligini ifodalaydigan bir harf bu. İsmi mushniki, ismi desak bo'ladi. Ikki jihat so'zlashdan ikki jihat ishiltirgan ismi desak bo'ladi. Hamda mal bo'lsa, mesela package biz oldin qaytam so'zlab o'tdik, package-nikini. Bu bo'lsa, mushu bir bow, shundaymi? Bir bow, bir xalta. Hamda navbatda bizni activity qaysi xaltaning ichida bo'lsa, biz mushu yerga, mushu name degan yerga shu xaltaning ismi bilan yoki bo'lmasa shu agarda mush xaltaning ismi bilan ma package o'xshash bo'lsa, o chaqda bu yerga bevosita mush xaltaning ostida desak bo'ldi. Eğer de o'xshash olmay qolsa, cho'qim xaltaning ismini biz to'liq yozishimiz kerak, to'liq yozishimiz kerak. Masalan, xaltaning ismini yozib, andan keyin buning keyiniga activity'ning ismini yozamiz degan so'z, activity'ning ismini yozamiz degan so'z. Hamda nurg'un saqlashlar mishada ya activity'niki misha oldidikisini yozmaydi. Mesela miyada mesela mamani o'zgartirsam, mesela mamani tekstni 2 deb qo'ysam, bu chog'da ma'no bilan ma package name bilan mana shu o'xshamaydi degan so'z. Ma boshqa bir xaltning ichida. Hozir qaraydigan bo'lsak, bu yerda avtomatik o'zgardi. Bo'lsa men bunda qilib qo'ydi yoki bo'lmasa jiq boshqalarning kodlarini jiq ko'rib bundalik qilib qo'ydi. O'zining amaliy kodiga qaramayla bundalik qilib qo'ydi. Lekin bu amaliyotda qaraydigan bo'lsak, qanday izlaydi desanglar, bu chekit qurgan zamonlar ma package ostidan izlaydi. Chenolar ma package ostidan izlaydi. Amaliyotda bu xato, package ostida narsa yo'q. Amaliyotda bizniki haqiqiy adresimiz qaysi desanglar, haqiqiy adresimiz ma'lum. Nima? Ikki deganda ma'ni to'liq yozishimiz kerak. Nima? Ma to'liq. Bu chaqda bu ma'ni qarab, to'liq bir package ismi bo'lgandan keyin avtomatik mishni izlaydi, BIOS deb topiladi degan so'z bor. Hamda andan keyin activity'lerim ko'rinmadi yani. Xatolik chiqmaydi, ko'rinmaydi. Unda esa bu activity'ni birinchisi qo'zg'atdiqmi biz, qo'zg'atdiqmi? Agarda qo'zg'ash activity'si bo'lsa, qo'zg'atdiqmi bu activity? Ya mayli bu yer misha manifestni ichida qo'zg'ataylik va yoki kod bilan qo'zg'ataylik internet orqali. Misha activity'ni biz qo'zg'atdiqmi? Bizning kodlarimiz normal ma'lummi? Shunga alohida diqqat qilishimiz kerak. Şimdi bu nəhayət jiq uchraydigan xatolik yeni o'rgangan chog'da nəhayət oson sodir qiladigan xatoliklardan birisi shu. Endi bu mishaga diqqat qilsak, biz ona activity'da hech qanday bir cho'ng masalalarga yo'liqmaymiz. Hozir men qaraydigan bo'lsak, ma bo'g'chining ostidagi, nima ma bo'g'chining ostidagi ma demo text view activity deganda men qo'zg'alish activities qildim, qo'zg'alish activities qildim. Unda esa biz buningga bir tal layout beriladi. Buncha men yerdan ma'lumotni qo'zg'atib Mavamda nima desanglar shu monichiniki qisishlari desa, monichiniki 95% chiqsin dedi. Ben yeganda layoutni quramiz. Layoutni qurgan chog'da 10 kun chekib, new ichidan Android XML file deganni tanlab, miyaga masalan demo text view deydi. Ben endi qaraydigan bo'lsak, miyaga men textual deb berib qo'yay oldi ularni, textual deb berib qo'yay. Textual deb bunga lekin men text bermayman, shundaymi? Cho'qim textual ma'lum bir tekstni ko'rsatish kerak. Bunga masalan demo text view deyman, demo text view deyman. Bundan sonra men miyaga set content view orqali mushu navbatdagi r bilan bog'lab qaraman. Mushu layoutni mushu activity'ga ko'rinsin deyamiz.
Hamda o'sha arojitini qilgan chog'da ular diqqat qilgan yana bir xatolik asan sodir qilgan yana bir nuqtamiz bor. Bu nuqta qanday desanglar, bu arojat ham miyadimi bormi? Qaraydigan bo'lsak, masalan, qaraydigan bo'lsak, to'plamlar miyani uchib bitay. Ma'qulni uchirishni avtomatik chiqdi. Qaraydigan bo'lsak, mana import deb ikkita arojatni deb turibmiz. Biz ma'ni kirib qo'ygan chog'da Android chekit arojatini kirib qo'ygan chog'da avtomatik layoutni topolmaydi. Biz bu mushchaqda shunda bo'lgan chog'da shunda xatoliklar chiqqan chog'da biz shu arojatni to'g'ri kirmadikmi? Ba'zi chog'da ham kod yozishda masalan oldirab yoki bo'lmasa masalan diqqat qilmaymiz, xato kirib qo'ygan ahvollar yuz berdi. Bunday ahvol qanday vaqtda yuz berdi desanglar, navbatdagi shu bizniki activity turgan bo'g'cha package bilan o'xshash bo'lmagan chog'da bu arojatni akirdi. Shu chog'da jiqroq ahvolda bunday ahvol yuz berdi. Hamda men qo'zg'atib qo'yay. Biz layoutni ichiga faqat texturni berib qo'ydik. Oldingi biz line layoutlarni bergani sirtiga. Men texturni berib qo'ydim. Qaraydigan bo'lsak, unda bo'lsa bu demo texture deb chiqibdi, mana demo texture deb chiqibdi. Demak, endi bir tal texturemi bir activityga chiqadigan bir tal kongen bo'lar ekan. Shunami? Shunda biz shuni bilalaylikki, bir tal texturemi yoki bo'lmasa button yoki bo'lmasa bir tal control mo yig'ib kelgan chog'da, bir tal controllermi ma'lum bir activityga chiqadigan texture bo'lar ekan. Endi buni sababi nima degan chog'da miya qaraydigan bo'lsak, set content view debdi ama view. Amaliyotda liner layout mi bir view, texture mi bir view, button mi bir view. Mushlarni hammasi degidek bir view ga vakillik qildi. Shuning uchun ma'vo endi mushuni ichiga qo'yganimiz bir tal viewli bo'lg'achqa ba'zi viewlar ichiga controllar olalaydi. Bularni endi odatda buji deb qo'yamiz, buji deb qo'yamiz. Baynalik div CSS ga div o'xshash, masalan HTML'dagi div deganimiz ichiga nurg'un narsalarni olalaydi, tushunami? Lekin masalan spanning ichiga biz odatda bir narsa qo'ymaymiz, qoida bo'yicha. Bir narsa qo'ymaymiz. Hamda biz masalan bayatın deb o'tgandek divning orasiga, spanning orasiga odatda bir control qo'ymaymiz. Biz spanni nimaga ishlatamiz desanglar, masalan HTMLga. Chiqaraq ahvolda shu spanning orasiga ma'lum bir xatlar keldi-ku, endi o'xshashlar shunga o'xshash texturimi biz texturimi buni orasiga ma'lum bir controller qo'yolmaymiz. Masalan, ma'ni orasiga men liner layout deb buni qo'yolmayman, qarasam chiqmaydi. Qo'ysammi, masalan button deb qo'ysammi, masalan xatolik deydi bu. Hozircha bizdan hech qanday nima chiqmaydi bu. Nimishga desanglar, bu bir view qarang, bu bir view. Ma'ni qo'ysanglar, amaliyotda miyada hech qanday xatolik demidi bu. Unda bo'lsa biz ijro qilib qo'yamiz, ijro qilib qo'yamiz. Qaraydigan bo'lsak, ijro qilganini qaraydigan bo'lsak, xatolik chiqdi, mana xatolik ko'rildi. Endi buni xatolik nima biz qarab boqadigan bo'lsak, mana texture cannot be cast and view group dedi. Demak, view groupni qilolmayman dedi. Ma'noga mana qaraydigan bo'lsak, mana cannot cast to Android view group dedi. Demak, endi bu yerda bir hukm chiqdi, bu yerda bir hukm chiqdi. Nima desanglar, o'sha o'z ichiga oladigan barliq viewlarni o'z ichiga oladiganlar amaliyotda bir view group deydi. View group deganimiz, group degan gapni tushunamizmi? Gruppa, tushunami? O grupning ichida nurg'un viewlar bo'ldi degan so'z. Demak, ma texture unda uchun qilmagan, shuning uchun bu o'z faqat yolg'iz bir view bo'ldi demak edi. Bu yerda alohida diqqat qilsangiz bo'ldi. Hamda biz ma'noga qaytib kelib, yana sirtiga biz jiqaroq textureni qo'shish uchun biz liner layoutni olaylik. Liner layoutni olaylik. Do'sa men oldi bilan textureningki qurish usuliga, men de texture nima? Texture
cho'qim hamda oldin qitim degandek cho'qim buningga agarda table rowni ichida bo'lib qolsa uni yo'l boshqa bo'lmay qolsa cho'qim shu layout tegiz bilan videoni cho'qim beramiz. Masalan mamaniga bunda bir beray shundan bergandan keyin mamaniki tegizni bamay ijro qilib boqay mana. Bama ijro qilgan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, men yana xatolik chiqdi mana. Bu xatolik mana ikkinchi xatolik. Qaraydigan bo'lsak, your master layout xegiz attribute deydi. Sen cho'qim bo'lsa xegizini ta'minlashing kerak deydi bunga. Xegizni ta'minlashing kerak. Ham o'xshash usul bilan men sinab baqsam bo'ldi, videoni beğensanmi yana shunda deydi. Cho'qim kenglik bilan egizlikni berishing kerak deydi. Bu hamda bir aqlli soatqa bu. Har qanday bir narsa cho'qim egizlik bilan kenglik bo'lgan zaman ma'lum bir darajada rayonda o'zini ko'rsatadi yoki bo'lmasa ma'lum bir rayon egallaydi. Shunami bu ma'lum bir narsaga mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin cho'qim buniki hamda o'ziniki cho'qim ko'rsatish doirasi rayoni bo'lishi kerak degandek. Undan so'ng bu tekstni qurgan chog'da diqqat qilamiz. Biz tekst orqali biz har xil nimalarni bera olamiz. Bunga har xil tekstlarni bera olamiz. Endi bu yerga tekstlarga har xil tekstlar keladi. Masalan, bu yerga men alayda oldin qilgan kelgandek join izofalarni ishlatalaymiz. Masalan, qanqanda biz qo'yay, qanqan. Demak, men demo tekstni chiqarib qo'ygandan keyin demo tekstini chiqarib qo'ygandan keyin qanqan bir qitim quratlab kayniga ikkinchi qurdan boshlab qanqan deganni chiqardi. Bu yoshimizda bersagim bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak mana ma'lumotni ronqon xatolik. Qaraydigan bo'lsak mana demo tekstini chiqarib qo'ygandan keyin mana shegan bilan bir qitim quratlab qanqan degan chiqadi. Undan so'ng qanqan degan. Undan so'ng men qanqanning oldiga shegan tini qo'shib qo'ysam-chi. Shegan tini ma'nosini oldin qitim so'zligini ma'lonamizni o'zini cho'qim yodlab oladigan narsalar bo'ladi degan, yodlab oladigan. Programda o'zgarmaydi, yodlab oladigan narsalar bular namasi. Qaraydigan bo'lsak oldiga endi tabdan birini qo'shdi, qanqanning oldiga tabdan birini qo'shdi. Bu endi tekst yo'q bo'lgan chog'da unda beramiz. Undan so'ng buniki endi tekstniki boshqa qanday xushyanlar bor desak ham jiqara uchraydigan tekstning o'zini tekstiga munosabatliklardan qaraydigan bo'lsak text color text color deymiz. Anadiki text size shunami? Anadiki text size. Anadiki ma text style shunami? Text style. Andakin undan boshqa qaraydigan bo'lsak color link deydi endi. Color link deydi. Bu yerda qaraydigan bo'lsak ma'lum bir ad masalan ma'no ichiga masalan qanqan qilib qo'ygandan keyin http www.da bassa qaranglar. Bassa undan so'ng mana nima ijro qilib qo'yay. Qaraydigan bo'lsak hech qanday narsa hech qanday odatdagidek chiqibdi. Undan so'ng bayon qilganda bo'lsa color link deganni ko'rib boqilay. Color link deganni. Undan so'ng text color link shunami? Link deganga men qizilni berib boqay, ff0000. Yo'da ko'k bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak yanada o'xshash. Undan so'ng bu avtomatik tonmaydi degan so'z, bu. Undan so'ng qanday qilib buni avtomatik to'ntimiz? Deganda endi undan so'ng men menga link to'g'riliq ya'ni nimalar bor bisbaqa undan so'ng link masalan undan so'ng masalan
text qaraydigan bo'lsak, anadagi misol buni davomli izlaylik. Misol men auto text deganiga qarab, auto textni ko'rib baqilar nimalar ekan. Bu true false deb aytdi bu. Unda bo'lsa bu emas ekan, unda bo'lsa yana davomli turda bizda baqilar. Unclick deydi, demak buni cheklov ekan degan so'z. Qaraydigan bo'lsak, auto link deydi, men qaraydigan bo'lsak auto link deydi. Auto linkga qarab qo'yadigan bo'lsak, unda bo'lsa mana qaraydigan bo'lsak buni chiqdi. Mana webni qila oladi, qarang. Email adresini avtomatik ulandi, fonni demdi, mapni demdi, ol demdi. Men unda bo'lsa ol deb qo'yay bunga. Ol deb qaraydigan bo'lsak, mana keyiniga men davomli turda yana introrot mana shega email deb, email 25 39 39 chekkom deb biz qo'yay. Bu emailniki bu. Andan keyin buni keyiniga men tel 159 99 12 77 88 83 deb biz qo'yay. Bu anda mesela telefon numaraniki, mana keyiniga endi yana shega urdik. Mana biz ijro qilib baqalar. Bunaqa qaraydigan bo'lsak, mana endi avtomatik ulunda, mana cheksaklar qaranglar, avtomatik telefon degan betni qo'zg'atib berdi degan so'z. Mana avtomatik cheksak, masalan, avtomatik tor ko'rgichni bizga ichib berdi degan so'z. Unda bu text uniki masalan auto linkingga biz nonni qo'shib qo'ysak, nima bo'ldi deganda hech qanday ish bo'lmaydi yoki olmasak o'rnalatda non bo'ldi. Bularni hamiz odatdagidek xat bo'ldi-da, odatdagidek xat bo'ldi. Odatdagidek xat bo'ldi degan so'z mana. Bu hamda text uniki muhim xaslaridan yana birsi, muhim xaslaridan yana birsi. Unda esa biz bayatda bu yerda ko'k qilib qo'ygandik. Unda esa men buni qizil qilib qo'yay, rost o'zgaramda, o'zgarmamda. Bu RGB. Qarayamsak, mana non qilib qo'ydim men. Unda esa mana men yana olib qo'ydim. Buni qaraydigan bo'lsak, mana all web, all non, all font map deb turdi, mapni balki. Qaraydigan bo'lsak, mana o'zgardi. Mana HTTP p qilib chalqabdi, shuning uchun mana jonsiz yodashini avtomatik to'nmayapti degan so'z. Agar HTTP ni to'liq yozsak, bu mana to'liq chiqadi degan so'z. Qaraydigan bo'lsak, mana o'zgardi, hammasi qizil rangga o'zgardi degan so'z. Endi bu bizniki yana bir bilib oladigan xaslaqlarimizdan birisi, text uniki. Endi undan boshqa qaraydigan bo'lsak, endi davomli turda qarab qo'yinglar. Endi o'sha ma'lum bir text size-ni ularni men so'zlamay, endi text size-ni bildirishda masalan text color, text size deganlarni hammasi mana cho'ng kichiklikni tanishaydi. Mana text beradigan text emas, mana textning color-si, shunami? Mana endi text size, text style-ni ko'rib qo'yinglar. Endi text style nima balki. Qaraydigan bo'lsak, bu text style-da mana normal alti, mana endi mana iliqda tom alti, mana yanto alti. Masalan, text style-ga men deylik deb berib qo'ysam, yanto chiqadi degan so'z. Undan boshqa biz davomli turda qaraydigan bo'lsak,
Neye qaraydigan bo'lsak, max lines dedi, max lines dedi. Neye qaraydigan bo'lsak, lines deb turdi, lines. Neye qaraydigan bo'lsak, min lines dedi. Unda olsa men min linesni men 2 qilib qo'yay, nima bo'ldikini. Bizda mana navbatdikimiz 1 qor, 2 qor, 3 qor, 4 qorda. Shunama men 2 qilib qo'yay min linesni. Qanday hadisi yuz berdiga qarab qo'yay. Qaraydigan bo'lsak, bu avtomatik ham chiqaverdi, tutqunimiz chiqaverdi degansiz. Unda olsa bu ta'sir qilmadimi? Ta'sir qilmadimi? Biz yana qarab qo'yaylik. Unda olsa Android zodi buni cheklaydigan narsa yo'qmidi? Qarab qo'ygan bo'lsak, lines deb turdi. Unda olsa biz linesni mana ishga qilib qo'yaylik. Qaraydigan bo'lsak, linesni men ishga qilgandan keyin ostidagi mazmun chiqmadi. Bu ostidagi mazmun chiqmadi. Avtomatik buni ortiga scroll gundung bo'lyapti-da avtomatika. Hozir ichidagi mazmun unda ulinib ketgachga men mani non qo'yib turay, non qo'yib turay. Qaraydigan bo'lsak, bu hech qanday midirmidi, bayatdan serilganda qilganda midirmidi mana. Endi shunday ahvolda biz qanday qilamiz? Bunaqa qanday qilib endi shu gundung qilamiz dedi. Ya'ni men bo'lsa web content qilib qo'yaman. Qaraydigan bo'lsak, yana surilmadi. Unda olsa buni zot suriladigan amal bormi yo'qmi men qarab boqay. Unda olsa scroll. Shunami odatda biz scroll. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, scroll horizontal deydi. Bu endi bu qanday qimmat oldi desak, true false oldi ekan. Unda olsa men true qilib qo'yay buni. Horizontal oladi. Demak, unda olsa scroll vertikalmi degan narsa bormi deganni qarab boqaylik biz. Unda olsa scroll bar, scroll horizontally, scroll bar, scroll bani qilib boqay. Scroll barsni men vertikal qilib boqay. Qaraydigan bo'lsak, yana chiqmadi, bu yana chiqmadi. Unda olsa bunaqa zodi qanday scroll view olamiz degan chog'da endi diqqat qilgan nuqtamizdan bilsa, bu endi diqqat qilgan nuqtamiz. Tekst o'z avtomatik scroll view chiqarmaydi o'ziga. Avtomatik scroll view chiqarmaydi. Odatda bizning ko'parak ishlatganimiz qanday qaysi xil usul desanglar, mana scroll view. Bilolma, scroll viewning orasiga ma'lum bir kunjani olamiz. Buni vaqti kelgancha so'zlaymiz. Ma'lum bir kunjanni ishor qilib, kunjanniki endi scroll view faqat birlik kunjan keldi, buni orasiga diqqat qilgan birlik kunjan keldi. Mush kunjanni ishor qilib, bunga endi biz scroll chiqara olamiz. Bundan qiladigan bo'lamiz, ostiga seriladigan qila olamiz. Mana text size'ini cho'ngroq qilaylik. Andaki maniki endi men cho'qim belgilayishim kerak, belgilayishim kerak. Ma'lum bir doiradan ishib ketgan chog'da bu scroll chiqib degansiz. Bo'lmasa bu avtomatik kengayib manaver degansiz. Qaraydigan bo'lsak, mana serildi. Lekin yana ishga qurib chiqib qoldi bu. Yana ishga qurib chiqib qoldi. Unda olsa biz bu yerga men min lines degan uyitay, men lines deganimni uyitay. Qaraydigan bo'lsak, endi to'liq serildi. Mana qaraydigan bo'lsak, endi
bu lines degandan nima alaydilik bor desak hamda lines degandan keyin nima alaydilik bor desak bu butkul mana shu tekstini masalan bunda qurlar ayirib sizdiq bu faqat ikki qurur masalan bizniki belgilab qurgan qurni oxirini sizmaydi degan so'z bu oxirini sizmaydi degan so'z ya'ni ekronga chiqolmaydi degan so'z bu ekron chiqolmaydi degan so'z hamda bu mesela min lines'niki mesela max lines shunaqami max lines min lines'larda jiqaraq jiq ishlatmaymiz mesela max lines nima ishga qilib qo'yay max lines'ni ishga qilib qo'ysam bu yerdan lines nima ishga qilib qo'ygan chog'da bu ostidagi mazmun chiqmaydi buniki bo'lsa men max lines nima ishga qilib qo'yay qaraydigan bo'lsak bu o'xshashgina ostidagi mazmun yana chiqmaydi buniki yana chiqmaydi demak bu nima desanglar mayli min lines bo'lsa min lines deganimiz endi eng kichik bo'lgan chog'da shu tekstni ishga qurur mazmunni oladi mayli buni mazmun nimasi ishga qurg'i yetsin yetmasin cho'qim ishga qur rayon masalan mushunchalik masalan bir qurning cho'ngliqqa munchalik bo'lib qolsa unda line min linesni ishga qurib qo'ysak butkul tekstni egallaydigan egizligi mushu rayonda bo'ldi degan so'z endi max lines degan nima desak max lines deganimiz endi max lines deganimiz butkul tekstniki masalan qursa masalan 5 qur olgan bo'lsa 5 qur olgan bo'lsa nima max linesni 2 qilib berib qo'ysak bu cho'qim cho'qim qurla egizlikni oladi degan so'z eng ko'p bo'lgan chog'da 2 qurla egizlikni oladi degan so'z biz miyaga mayli min linesni bermay yoki max linesni bermay miyani masalan ivazsak bu avtomatik shuni ichiga agar scroll yo'q qo'shmasak bu avtomatik shu web content bo'lgandan keyin mazmuniga qarab egizlab manaver degan so'z masalan mana ammay min linesni bermayman ishni bermasam bu avtomatik mazmuni qanchalik bo'lsa shunchalik doirasida yo'g'inab manaver degan so'z bu endi min lines max linesni biz ba'zi chog'larda masalan ma'lum bir uzun xatli kelgan chog'da shundaymi uzun xatli kelgan chog'da ma'lum bir doiradan ishib ketmaslik uchun cheklagan chog'da ishlatamiz masalan xabar tizimligi deylik xabar tizimligi desak hamda bir misol bilan qilsak masalan xabar tizimligi bo'lsa unda bo'lsa xabarniki masalan miyada rasm bo'ldi shundaymi masalan miyada masalan ikki qor ko'p bo'lganda ikki qor oz bo'lgandami biz UI'ni chiroyli qilish uchun oz bo'lgandami ikki qor tizimlikni saqlab qolish kerak mana ostiga masalan vaqti ko'rilishi inkos deganlar chiqadi shundaymi unda bo'lsa mishadagi tekst uniki biz unda bo'lsa tekst uniki mazmunni o'ngga to'g'rilaymiz gravityni right qilamiz andiki mana min linesni biz ishga qilamiz min linesni yoki linesni biz ishga qilamiz linesni ishga qilsak avtomatik bu ishga qura holatni masalan xat garchi bir qura bo'lgan taqdirdami yoki 3 qura bo'lgan taqdirdami kam bo'lgan shuniki avtomatik ishga qurla holatni saqlab turdi degan so'z mishalarga diqqat qilsak bo'ldi hamda bu tekst uniki bizniki hamda bundan boshqa buniki qaraydigan bo'lsak bundan boshqa linesdan boshqa niyada single line deb bir narsada single line deb bir narsada linesni bir qilib qo'ysak mana o'xshash qaranglar endi single line deganimiz nima desanglar single line nosini true qilib qo'yay bu true false qilmatalida bu true false qilmatalida single line deganimiz mayli buniki masalan qursani birdan ortiq bo'lsin yoki kam bo'lsin cho'qim bir qurla oladi bir qurla oladi bir qurdan ishib ketganda bu ko'rsatmaydi buni ko'rdingmi bir qurla oldi bir qurdan ishib ketganda bu avtomatik ko'rsatmaydi single line deganimizki shu masalan bu masalan ma'lum bir title'larni yozgan chog'da title ikki qurg'i chiqib qolsa ham set bo'ladi shu chog'larda biz endi shu single line true qilib qo'ysak va xat ishib ketgan taqdirda buniki endi normal chiqadi degan so'z undan boshqa endi miyada qaraydigan bo'lsak min higizni oldingi soatda men so'zlab o'tib ketdim bir qo'l so'zlab o'tib ketganman qaytib tushundirmay mal hint degani hamda edit textniki bu edit textni biz ko'rgan edit text amaliyotda edit text amaliyotda tekstyurni jichon qilib kelgan tekstyurni jichon qilib kelgan hamda bu yerda fontni tanishadigan bir nim bor fontni tanishadigan qaraydigan bo'lsak bu bizga 3 xil fontni 4 xil fontni berdi normal debdi mornal debdi andiki yana bir xil 3 xil font berdi unda bo'lsa biz bu 3 xil fontni har xilini ko'rib boqamiz
qaraydigan bo'lsak, meniki font shakli boshqa bir xil chiqdi, boshqa bir xil chiqdi. Unda olsa buniki ham qolganlarni o'zinglar davomli shunday izlanib ko'ra baqsanlar. Bu hamda tekstyurniki biz tekstyurniki shu XML tarafda so'zlaydigan mazmunimiz shu, XML tarafda so'zlaydigan. Hamda biz ikkinchi qadamda bunikini hamda Java'dagi ishlatishini bir qo'yib ko'rib baqalaylik, Java'dagi ishlatishini. Unda olsa men mananga demo text view bir deb qo'yay, bunga demo text view bir deb qo'yay. Hamda buniki ma'lumotlarni o'chiraydi, men ma'lumotlarni o'chiraydi. Men faqat bunga ilgizliklik kanglikni beray. Aniki buni biz Java'dan qandaq olamiz degan chog'da masalan text view shunami TV masalan demo text view ber buniki mega cho'qim jongan qilamiz. Buni oldingi men nima so'zligani Leninga dotaysida men Allah so'zligani bunikini. Millatdan shu text view masalan button deganlarni hammasi shu viewni tushunib kelgan. Ma find view by id deganimiz bu funksiya bu metod bo'lsa view qaytirdi. Shuning uchun biz cho'qim viewni o'zimizniki viewga jongan qilishimiz kerak. Bayni oldingi soatga mushuk bilan ishninki mushuk tomoq yeydi, otniki mushuk bilan otniki ot darvu so'raydi deganga o'xshash har qanday hayvonni biz agarda mushukni biz hayvonga aylantirib deb shunami mushuk deganimiz bir hayvon. Lekin bu hayvon ham mushukka aylana oladi, shunami? Lekin xohlagan bir hayvon mushukka aylanishini tayini. Cho'qim mushuk. Demak, ma tekstyur deganimiz asl bir mushukda, shunami? Masalan, asl mushuk deb tursak tekstyurni. Aslida bir mushukda. Unda olsa bu mushukni biz ma sistema bizga bir hayvon keldi deydi. Biz buni o'zimiz bunday qarab undan keyin bu bizniki mushukda deb mushukka aylantira olamiz degan so'z ham shunga o'xshash. Agar men button deb yozib qo'ysam, masalan buttonni masalan kala desak, garchi doimo masalan men to'g'ri olgan bilan masalan kod to'g'ri olgan bilan menda lekin qaranglar, lekin kod ijro olgan chog'da xatolik chiqdi. Mushukni hargiz bu kalaga aylantira olmaydi degan so'z. Cho'qim unda olsa bizniki idlarimiz nim bo'lsa, shuni ishlatishimiz kerak degan so'z, shuni ishlatishimiz kerak degan so'z. Hamda ma'lum bir kod, ma'lum bir o'zimiz ijro qilgan ma'lum bir nimani kontrollarni, yozgan kontrollarni shu usul orqali biz topa olamiz. Hamda ma find view by id deganimiz shu activity-niki view-ni ichidan izlaydi degan so'z, activity-ni view-ni ichidan izlaydi degan. O'ynatda bunda qilsak bo'ldi. This tab activity-ni ilib get content get view-ga Musha activity-niki millat ko'rinayotgan yuzniki get window. Get window-niki get record view degan ko'rinayotgan view-ni ichidan izlashni topa oladi degan so'z bu namlikda. Ma'qul so'zlama degan so'z. Activity-ni ichida izlaymiz. Agar ma'lum bir view-ni ichidan izlamoqchi bo'lib qolsak, unda olsa shu masalan ma'lum bir view quraylik, mana view new view nega lekin context desktop ma'lum bir view qurgan bo'lsak, biz view-ni ichidan izlamoqchi bo'lib qolsak, shu view-ni ichidagi view-niki find view by id deb demak cho'g'imiz endi ma'lum bir view-ni ichida nurg'un view-lar bo'lishi mumkin, shundami? Shu view-ni qanday topamiz degan chog'da find view by id orqali topamiz, o'xshash usul bilan. Unda esa text view-niki aniqlash usuli shu. Men qaraydigan bo'lsak, set deb yozadigan bo'lsak, shu biz XML-da tanishgan nurg'un qasqlama millatdan bir yerdan bor degan so'z. Bularni hammasini nurg'un funksiya qilib chiqarib bergan degan so'z bizga. Buniki ham biz chiqarib ko'rganimiz typeface. Unda esa biz asosda bizniki keyin Android degandan keyin asos qildigan nishon applarimiz asosida Uyg'ur tilida. Unda esa biz ma'lum bir Uyg'ur tekstyurga qanday qilib Uyg'urchani masalan normal ko'stimiz. Normal ko'st tushanda hozir masalan 4.0 dan keyin biz BD masalasini o'ylashmasak ham bo'ladi. Asos font masalasi.
Bu bir qanday qilib bu fontni to'ntimiz degan chog'da hamda bu Android'ningga bizga Zidingi font deb Typeface deb bir narsa bergan. Typeface orqali biz o'zimiz fontimizni ekralaymiz. Niye demaymiz buni? Typeface'ningga Jingtay fanfazi. Jingtay fanfazi orqali qaraydigan bo'lsak, mana bir font millatama Typeface deganimizda. Buna qaraydigan bo'lsak, mana bir qancha usul orqali biz ma'lum bir typeface qura olamiz. Masalan, buni font family name deydi. Bu avtomatik undan so'ng şey family name'ni qo'ysak, biz sistemdagi biz fontlarni ola olamiz degan so'z avtomatik. Ikkinchisiga typeface orqali typeface degani qura olamiz ekan va keyingiga style'ni berish orqali. Uchinchisiga hamda create from ACSet deydi. Musha hamda bizniki jiqara qishildirgan usullarimizdan birisi, jiqara qishildirgan usullarimiz. Undan boshqa ma'lum bir font file berib yoki musha font filening ismini berib degan so'z. SD kartadagi ma'lum bir fontlarni ko'rish orqali degan so'z. Hamda bizdan jiqara qishildirganimiz ma'qul usullar from ACSet deydi. Qaraydigan bo'lsak, Android'ninkida men oldingi soatda bir qo'l so'zlagan chog'da ACSetni so'zlagan. Men faqat hujjat yoza olamiz, lekin o'qiy olmaymiz degani. Hujjat o'qiy olamiz, lekin yoza olmaymiz degan mundarjidan bo'lsa ham ACSet. Buni ham o'zimiz dedik, ma'lum bir hujjatlarni saqlab qo'yamiz dedik. Oldingi soatdan bir qo'l degan endi font hujjatlarini saqlab qo'yamiz dedik. Endi mushu mishadagi font hujjatni biz qanday o'qib bilyapmiz hozir? Qanday o'qib bilib tekst yozib beramiz Bundan sonra men mana ichiga fontdan birini qachlar fontdan birini ko'chirib keldim. Men ekran chekib TTF deb. Bundan sonra mush fontni qanday o'qib bilib biz mush tekst yozib beramiz tekst yozib beramiz. Endi mush xil usul orqali o'qib olamiz create from ACSet orqali. Nimishga desanglar mushu fanfasi, mushu metodsi, mushu ACSetning ichidagi mazmunlarni o'qib bilib mush berdi degan so'z. Undan sonra buningga qaraydigan bo'lsak, birinchisiga ACSet manager deb turdi, ikkinchisiga pass deb turdi. Undan sonra bizningga navbatdagi activity-niki get ACSet deb bir funksiyasi bor, Mush orqali biz get ACSetni nima qaytadi desak, qaraydigan bo'lsak, ACSet manager qaytadi degan so'z. ACSet manager deganimiz nima desanglar, mana shunday ichidagi hujjatlarni o'qib oladigan bir tip, bizga bergan bir tip. Shundan bir dushan qaytadi degan so'z, bir obyektiv qaytadi degan so'z. Mushu obyektivni beramiz. Ikkinchisiga mushu mundarjini ostidagi adresi. Agarda gmulu qo'ygan bo'lsak, bosh mundarji qo'ygan bo'lsak, ekran cheket TTF deb BIOS ismini yozsak bo'ldi degan so'z BIOS. Agarda buni ma'lum bir ikkinchi mundarjini ostida qo'ygan bo'lsak, masalan, font step ikkinchi mundarjini ostida qo'ygan bo'lsak, undan so'ng cho'qim buni oldiga ganurlik deb fonts deb bunda mundarjini ismi anadagi bu hujjatning hamda ism adresi degan so'z. Mush orqali biz ma'lum bir fontni o'qib oldik. Undan so'ng ma'lum bir fontni o'qib olgandan keyin buniki set typeface orqali mush typeface'ni biz bera olamiz degan so'z. Undan so'ng biz buningga Uyg'ur tekst berib boqaylik. Set text deb buniki Uyg'ur tekst berib boqaylik. Set text orqali ma'lum bir tekst bera olamiz buningga. Undan so'ng men miyaga bizning maktab bek yaxshi deb yozay. Ma'ni shamoni cho'qim Uyg'urcha mesela UTF bo'lgandikan, UTF yozib bo'lgandikan amalda shamon cho'qim UTF 8 bo'yicha ma'noda bu UTF 8 bo'yicha qanday ma'noda sana shamoni 10 tarafınca shamog'a turdi. Propertieslar shunisidan biz ama resource'ning ichidan bu yerga qarayotgansak UTF 8 deb to'g'rilasak edi, avtomatik Uyg'ur tilini deymiz, UTF bo'yicha ma'no deymiz. Undan sonra men oldi bilan ma'ni bermay turib bir chiqarib qo'yay. Men typeface'ni men undan sonra bunga bermay turib bir chiqarib qo'yay. Navbatda men typeface'ni bermadim, buni faqat tekstni berdim undan sonra. Buni men ijro qilib qo'yay. Qaraydigan bo'lsak, bu endi garchi men Android 4.1 navbatdagi minoshida bo'lgan. Gerçi bu hem de Uygurca'nın normal çıkargan bilen, lekin yanıla bu sistemin fontunu işiltip ba'zi narsaları yanıla sel
yaxshi chiqmay qolibdi, yaxshi chiqmadi. Undan so'ng shunaqa qanday qilib font beramiz degan chog'da biz mushu typeface orqali o'zimizniki Uyg'urcha fontlarni yoki bo'lmasa boshqa fontlarni bersak bo'ldi deysizlar. Uchinchi taraf hamda kostyum font deb qo'ydi hamda uchinchi tarafni fontni ishlatamiz. Ma'ni o'xshashmi? Qaraydigan bo'lsak hamda bizning maktab bek yaxshi deb ma'lum chiroyli sizib qo'ygandek chiqdi, shunday chiroyli chiqdi. Hamda buniki qaraydigan bo'lsak zidisa kichikroq qilib. Undan so'ng bu yerda font size, set font size, set text size yarasa font size deb nomi. Text size orqali biz ham size belgilaymiz deysizlar. Men 18 deb beray. Qarang cho'ng chiqdi, bu cho'ng chiqdi. Hamda bu text uniki asosan oddiy ishlatib so'zlanuvchi birsa, bu fontniki va fontni tangshash bizniki asos hamda eng muhim nuqtamizniki, masalan, navbatda biz Uyg'urcha yozib qo'ysak, eng muhim nuqtamizniki birsi shu, set font size orqali berishadi. Mush orqali ta'minlashamiz, font berish, font berish. Hamda bu biz agarda doim shunday qilib o'tirsak biz nurg'un ishki saqlovishni isrof qilayotgan bo'lamiz, ishki saqlovishni isrof qilayotgan bo'lamiz. Har qitim bu masalan 200 kilobaytlik fontdan bir narsaga kirsa, bu siz uchun kam bo'lgan chog'da masalan 500 kilobayt katta desakmi, narsadan bitadi. Undan so'ng shunda masalan bir viewda masalan 100 tal view bo'lgan bo'lsa, undan so'ng 100 qitim shunda qilish uchun masalan nurg'un fontni masalan ekirdoq deylik masalan, undan so'ng nurg'un nation structure'lik qo'yamiz. O'zimizning kayfiyatiga nurg'un qulaysizlik qildi. Undan so'ng biz qanday qilib undan so'ng shunda Uyg'urcha shunda normal ko'rinadigan tekstlardan birini o'zimizga qurib olamiz degan chog'da buniki ham ikki xil usul bor, ikki xil usul bor. Birinchi xil usul bo'lsa, masalan, men yerga mana bir viewdan buni qurayap, yerga view deb masalan package bilan quraman. Birinchi xil usul bo'lsa, ma'lum bir masalan uytools deb ma'lum bir tip yozilish, ma'lum bir tip yozilish. Bu tipni nima ish qildi desanglar, masalan public, static masalan text view qaytarsin, bunda bo'lsa text view qaytarsin, get you text view deb beriladi. Bunga bir text view beriladi bizga, text view beriladi TV deb bo'lsa if bu bir xil usul, bu bir xil usul. Masalan return TV deb return TV deb o'zini turib bu bir xil. Bundan qanday qilamiz desanglar, masalan men megan bo'lsa public static deb static typeface deya men mega typeface deb typeface deb buni quray, typeface deb buni quray. Typeface deb buni quray. Agarda men meyada if nima typeface do'ng nullab qolsa, qarasa null says out println thing deb yozib qo'yaman, masalan shu vaqtda deb qo'yaman. Undan so'ng typeface ni men typeface linkiga create from asset manager bo'lgandan keyin undan so'ng men yerga context nimani qilaman. Mana odatda activity namisi context bo'ldi. Activity namisi context bo'ldi. Bu context qarayapmiz mana. Ne tushuntirilish var. Service class conversation service class dedi. Endi mana nima demoqchi desanglar, ma'lum bir activity yoki bo'lmasa ma'lum bir service context-ni rolini o'tayoladi. Context dushanqa aylanadi. Hamda men mishaga masalan kontekstdan birini qo'yamiz. Endi bu nima deganlik, nimishga kontekstdan rolini o'tayoladi degan so'z. Endi ma'lum bir ish qildigani bo'lsa, masalan, bir bo'lsa xultaydagi flow, shunami? Bir bo'lsa xultaydi. Bir so'z cho'ntagga bizga ko'rinayotgani, shunami? Nurg'un narsalar shu eng oxirida bizga yetmoqchi bo'lgani mush ikkisi orqali yetadigan, mush ikkisi orqali yetadi. Bekar kontekst orqali yetadi, shunami? Ko'rinayotgan Gmail orqali yetadi. Ko'rinayotgan Gmail orqali ketgandan keyin ma'lum bir activity qo'zg'atmoqchi bo'lsakmi, oldi bilan ma'lum bir Gmaildan qo'zg'aladi. Shunami? Ma'lum bir activitydan qo'zg'aladi. Demakchi o'g'ni shu butkul mushu mazmunga bog'liqlik bo'lganlarni hammasi kontekst orqali kontekst aylanib
qaranglar, mush activity kontekst olinib, mush mazmunga munosabatlik, mush betga munosabatlik savzolarga aralasha oladi deysiz. Ham mushlar o'qib ham oxirida bet chiqara oladi deysiz. Endi men yerga pas bo'lsa qaranglar. Pas bo'lsa bizniki mana ekran te, shundaymi? Ekran te. Endi men bu yerda qarab diqqat qaraydigan bo'lsak, ama kontekstniki ketaysiz-da, ketaysiz. Kontekstni bir qo'shamiz. Endi bu yerga diqqat qilgan bo'lsak, men bayatda kichik yuzib, o'chirib buni, o'chirib, men diqqat qilgansa kichik yuzib, o'chirib qayta cho'ngadi. Alloh diqqat qilganimiz bu yerdagi ismi cho'ng kichiklikka farqlanadi, cho'ng kichiklikka farqlanadi. Shuna diqqat qilsak bo'ladi. Endi men mana qilib qo'ygandan keyin masalan naloma tushunaman. Unda olsam men bu yerga TV, cheket, set, typeface, bu typeface deb ma'qul so'rab qirib, endi ma'lum bir beralaymi degansiz. Buni endi qanday ishlatmaydi degan chog'da men yerga kelgandan keyin men unda olsam ma'qullarni o'chirib, mana shu qo'lning keldi kerakimda. Unda olsam men yerga mesela bana qaytomsam bo'ldi-ku, amaliyotda qaytomsam bo'ldi. Nimishga aytsanglar bu menjan olgandan keyin, mana bu ma'lum bir dushannikini o'zgarsak, buni qaytomsam bo'ldi. Unda yaxshisi nerdan bo'lsa, uytoz shundami? Uytozniki ichidagi get this shundami? Ma'noga activity-ni berib, natijaga men beraman. Undan so'ng ma'qul usulda biz ijro qilib boqaylik. O'xshashlar yana ziddiy-tonda, ma'qul usulda o'xshashlar yana ziddiy-tonda. O'xshashlar ziddiy-tonda yana. Hamda bu bir xil usul, yana bir xil usul bo'lsa, hamda o'zimiz bir ta view yozilishi, bu view yozilishi. Masalan, oy text view deb bir yozib olsak, qaranglar. Bu yerga men text view jichon qo'ysam bo'ldi, jichon extend this text view deb men text view jichon qilsam, qaranglar. Text view jichon qilgandan keyin demak, men cho'qim masalan bularniki 3 ta go'zalxon shosi bor, cho'qim amalga oshirilgan, cho'qim amalga oshirilgan 3 ta go'zalxon shosi bor. Endi nimishki cho'qim amalga oshirmaydi degan chog'da men text viewga berib qaraydigan bo'lsak, masalan, buni so'rasini ko'raman. Mush go'zalxon so'zi amaliyotda abstract function, shuning uchun biz cho'qim amalga oshirishimiz kerak. Endi bu yerga amalga oshirgandan keyin biz bu yerda masalan, undan so'ng biz bu bizniki navbatdagi text view bo'ldi, bu bizniki navbatdagi text view bo'ldi. Init view deb qo'yayman bu yerga, init view deb qo'yayman. Init view deb undan so'ng men shu go'zalxon sholarni ijro qilgan joyda har xil muhitlarda ijro bo'ldi, bu har xil. Bizniki navbatdagi text viewni qurg'on oltimizga qarab o'xshamaydi. Qurg'on oltimiz. Undan so'ng men bu yerda faqat mush navbatdagi text view'niki, navbatdagi text view'niki. Unda ziddiysini tanishsam bo'ldi degan so'z, ziddiysini tanishsam bo'ldi degan so'z. Agarda, tushunamman, men uytolsni ichidagi masalan, uytolsni ichidagi agarda ziddiy typesini nallab qolsam, dosa uytolsni ichidagi typesini ma'no tanqiyat hamda ma'no kontekst deymiz. Undan so'ng men yerga kontekstni beraman. Undan so'ng ma'noni sizlar kontekstga endi ma'no kontekst bergandan keyin undan so'ng this here set typeface shunami? Typeface undan so'ng navbatdagi shu uytolsni ichidagi typeface tanlasin deydi. Mana typeface tanlasin deydi. Undan so'ng musha navbatdagi mush text view'ni biz undan qanday ishlatamiz navbatdagi text view'ni, bu text view'ni qanday ishlatamiz degan chog'da bu nima endi musha text view'ga o'xshash, mush text view'ga o'xshash. Faqat diqqat qilgan chog'da biz musha masalan biz musha to'liq qismini yozamiz bu yerga. Com cheket masalan zerek cheket view cheket
to'liq qismini yozsak bo'ladi, to'liq qismini yozsak. Undan so'ng niyatga menga uy tekstyurim, nima tekstyurni dizayn qilgan o'zimdan bir viewsi bo'ldi. Buningga men endi Uyg'urcha font to'ntishimni hojat yo'q. Bu avtomatik qo'zg'algan zamonda Uyg'urcha font to'ntdi. Uyg'urcha font o'z to'nig'i holati bo'ldi degan so'z. Undan so'ng men shu tekstyurni qanday olaman? Undan so'ng o'xshashlar. Men menga texture desam bo'ladi, texture desam bo'ladi. Uy texture desam bo'ladi, uy texture desam bo'ladi. Undan so'ng men menga set texture, shunaqa set text size set text size ne 20 deb qo'yaman. Andaki buniki set texture bana o'sha yozib qo'yaman. Shinyon Zerak elektron texnik shirkatida biz. Hamda men bu yerda qaraydigan bo'lsak, aslida bizniki uy texture deb olyapti. Men buni oldi bilan men ijro qilib berib, sizlarga undan keyin tushuntirib qo'yaman. Qaraydigan bo'lsak, buningga biz font beğensakmi avtomatik font to'nib chiqdi degan so'z. Bu endi bizga keyingi kayfa jarayonida biz faqat o'zimizniki masalan o'xshash usul bilan biz battonni anandaki yana bir boshqa jiq uchraydigan mesela ko'zchish yoki font berib taqildigan mesela edit text degandagi narsalarni bizlar texture yozishimiz kerak. Endi alohida diqqat qilgan ishimiz buniki cho'qim o'sha texturni mesela men yerga view 2 deb qurib qo'ysam, bu yerda xatolik demaydi. Shunaqa xatolik demaydi, lekin app qo'zg'algan chog'da xato chiqadi, xatolik so'z beradi. Nechga desanglar, men view ni topolmaydi. Bu qaraydigan bo'lsak mana. Buni xatolik nima desanglar, mana texture'ni ichiriga mesela mau ikkini topolmadim deydi. Error inflating mana direct view 2 degan. Demak, mau lekin bizga miyada avtomatik xatolik demadi, bunda view yo'q deb demadi. Bu bilmaydi. Shuning uchun biz mishalarga diqqat qilishimiz kerak, Hamda bu texture'ni ham bizning texture qilamiz. Miyaga nemishga men texture deb olgan desanglar, bizniki texture millatda ma texture shunaqa. Ma texture'imiz millatda texture'ning balisi shunaqa. Biz avtomatik oldin qaytib dotay degan so'z degan chog'da biz ma'lum bir mushukni hayvonga aylantira olgan, Demak, undan so'ng eng oxirida hayvonga aylantirib biz yana masalan tomoq yeydi deganni qilsak, mushuk beliq yeydi deb chiqadi. Mushuk beliq yeydi yoki mushuk bez yeydi deb chiqadi. Shuningga o'xshash bu garchi ma cho'ngi texture hayvon bo'lsa, kichikka bizniki uy texture masalan mushuk bo'lgan bo'lsa, biz davomli turda yana mushukni hayvonga aylantiramiz deymiz. Hayvonga aylantirib shiltalaymiz deymiz. Masalan, xoslik kelgan chog'da bizlar alohida xoslik qilib qolsa, demak cho'qimiz alohida xoslik deganimiz ma'noga o'xshash, tanishilgan xoslik qilib qolsa, niyadiki hayvon yana o'zniki o'zida bor xoslikni ishlatib degan so'z. Demak cho'qimiz nimishki font to'ntdi degan chog'da niyadiki xoslikni ishlatdi degan so'z. Hamda bu textureniki ham bizning texture, bu textureniki Uyg'urcha to'ntish bir qancha usullari, bir qancha usullari. Buni diqqat qilganimiz yerda mesela cho'ng kichik yozishga diqqat qilishimiz kerak. Masalan, men bu yerdan olsam, men yerga men kichik yozib boqay. Meni tanishyaptimi? Sizga keltiribman. Kichik yozsam yana chiqyapti, Ma yangi yashirgan buni o'ngishayotgan shuyda. Endi lekin bu yerda cho'ng kichik yozishga diqqat qilishimiz kerak yana. Cho'ng kichik yozish. Andiki adresiga diqqat qilishimiz kerak. Amal bormi shu diqqat qilganimiz. Endi nimishga desanglar, bu Android degan har xil yangi endi bir bentay bir so'zlaydigan. Bu bentay deganimizda buniki ham asli zavoddan chiqishi yaxshi. Lekin bu nurg'un telefon ishlab chiqaruvchi yoki rom yasovchilarniki sababidan endi bu sozuvchilarniki nurg'un ba'zi narsalari, ba'zi narsalar o'zgarib ketgan. Shuning uchun shunday yerlarga diqqat qilishimiz kerak. Endi bu texture'da endi bu siz so'zlaydigan mazmunimiz textureniki. Bundan boshqa textureniki yana qanday alohidlik bor desanglar, biz texture'ga HTML ni beramiz. Undan so'ng navbatdagi bizniki masalan navbatdagi bizniki o'zimizniki texture'ga qanday HTML beramiz degan chog'da set qaraydigan bo'lsak, set text deymiz. Set text deb miyaga anandiki
HTML shunami Android tekstning ichidagi HTML biz bu yerda from source deydi, qaranglar, from source deydi. Unda olsam yerga men HTML tekst yoza olaman degansiz, unda olsam men bu yerga div nima div deb uni ustiga buniki mana shu ichiga span shunami bu yerga style colorsi nol nol. Men ma'qul usulda yozib baqay, buni ma'qul usulda yozib baqay. Ma'qul usulda men yozib baqay endi. Yozib baqay, men ijro qilib baqay, qaraymiz. Bu zaliq tonish darajasi qayerdan qayergacha, nima bizniki men kolorni tonimda, tonmamda. Odatda normal bo'lgan bo'lsa, dosa mahar qizil shaklda chiqadi, ma'lum bir shakl chiqadi. Demak, men tonimni degansizlar. Lekin meni qaraydigan bo'lsak, endi span normal chiqibdi, mal div mal span degan HTML mal bevchalar chiqmay bizga normal chiqarib bergansiz. Ya biz mush color deganda xato yozdik, nega? Bunda da baqayman. Color font nima colorsi width baqay. Qaraydigan bo'lsak, mana qizil chiqdi. Buning hech qanday men shaklini beğenmsem qizil chiqdi. Endi bu demak bunda fontni toni degansiz, endi buni fontni toni HTML nima toni degansiz, lekin ma'qul shaklda beramiz. Endi buniki endi qanday qulaylik tartibi aytsanglar, mesela biz ma'lum bir ko'g'idlarni qilmoqchi bo'lib qolsak, shunami ma'lum bir ko'g'idlarda bunda mesela tekstga chiqadi shunami. Biz undan so'ng mishaga bunaqa odatdagidek tekst bersak bo'laverdi, millatda manda qilib odatdagidek tekst bersak normal chiqaveradi degansiz. Undan so'ng biz mishaga from html degan usul berish orqali biz faqat mishay chiqadigan tekstni vaqti kelgan chog'da Flutter tarafdan biz har xil tanishib etsak, demak biz kodandagi ma'lum bir UI'larni o'zgartiramiz degansiz, ma'lum bir xatniki ranglarni avtomatik o'zgartiramiz degansiz. Endi mana shunda bu ishlatilgan so'z mana shunda. Bu hamda biz bugungi bizniki tekstyurda so'zlaydigan so'zlik mazmunlarimiz bo'lsa, tekstyurda endi undan boshqa yana qanday narsa bo'lsa, tekstyurda rasmlarni chiqarib bo'ladi. Buni o'zingizlar izlab qo'ysangiz-da, buni endi gavjisiga borgan chog'da har xil rasmlarni, har xil bevchalarni chiqara olamiz, bevchalarni chiqara olamiz. Mana adreslarni berib shuni ko'rib qo'ysangiz-da, HTML toni degan so'z, uni toni degan so'z. Men yegan dosa yana bir sinab baqaya, men yegan dosa bir IMG ni buni qurib baqaya, ras chiqamdi, chiqamadi. Bu xil usul chiqamaymiz, lekin rasmni bu xil usul chiqamaymiz. Men yega bir IMG ni buni quray. Ma'lum bir rasmni Çatlak bunu köst bakaya zaten neyim çıkıyor? Atlak etmiyor. Anladın mı? Qaraydigan bo'lsak, bu rasmga ishni ko'rsatib beramiz, bu rasmga ishni ko'rsatib beramiz. Albatta buniki bizniki bu rasm normal chiqadi rasmga. Demek bana da çok bir asasi doğru mu asasi ne asasi doğru bu köz piramit diyen size bize hem de
Zaten bununki ham de to'nish darajasimi cheklik buniki. HTML to'nish darajasimi cheklik. Bundan sonra biz nega masalan h1'ni qo'yib baqilaylik, h1'ni qo'yib baqilaylik. Qaramsa buni h1'ni to'ni tengsiz maktabda. Buniki ham to'nish darajasi chana cheklikmi? Buniki ham shovlisi ma'lum qaragan chog'da unumi tuvanroq bo'ldi. Buniki chog'da ma'lumotlarni olib HTML jeshi qilib, mana ki buni bu yerda bu har xil sizi degan so'z ham shunday alohida asosan sizi degan so'z. Endi bu tekstiyada asosiy so'zlaydigan mazmunlar o'sha. Tekstiya hamda o'sha Androidda muhim bo'lgan kontrollarning birisi, jiqishiltirgan, eng ko'p ishlatilgan qurollarning birisi bu. Mayli biz listiyo shiltlar, mayli tekstiyo, mayli activity qilaylik, ammo tekstiyo shiltimiz. Mishkat sanlar nurg'un narsani ko'rish uchun biz ana tekstiyoga ehtiyoj qilamiz. Shuning uchun buniki ba'zi alohidliklarni biz bunday ko'rib olsak, ba'zi ishlatish usullarini bunday qulaylik tushunib olsak, biz keyin ish jarayonida nurg'un qulayliklarni bizga. Bugungi darsimiz shu.